4-chi bob. Shundaq ekan, sizlar bizni faqat Ayso Masihning xizmatkorlari deb qarshinglar kerak. Xudo bizga o'zining burun oshkorilmagan haqiqatlarini sizlarga tushuntirish vazifasini topshirgan. Biror vazifani ijro qiluvchilardan talab qilindigini ishonchlik bo'lishdir. Sizlar aytinglarchu, men ishonchlik xizmatkormi? Kishilar menga qandoq baho bersa beraversin. Ishqilib, ularning bahosi menga nisbatan arzimas bir ishdir. Hatto o'zimga baho bermayman. Men o'z xizmatimda xatolik yo'q deb qarasammi, lekin bu fikrim o'zimni oqlay olmaydi. Xizmatimni baholug'uchi faqat Rabbimdir. Shuning uchun Rabbimiz qaytib kelmaguncha boshqalarning xizmatiga baho bermanglar. Chunki u qaytib kelganda kishilarning qorong'ulik ichida yoshirilgan barliq ishlarini yorug'likka chiqaradi va insonlarning qalbidagi maqsadlarini oshkorlaydi. U chaqda Xudo har kimni o'ziga tegishli maqtashga sazovar qiladi. Qarindoshlar, sizlarning manfaatinglar uchun bu ishlarga o'zimni va Apollosni misol qildim. Mening maqsadim sizlarning muqaddas yozmada yozganlarga xiloflik qilmanglar degan so'zning ma'nosini tushunib, birimizni, ya'ni birimizdan ustun baholab maqtanmasliginglar uchundir. Nemishqa sizlar o'zinglarni boshqalardan ustun deb qaraysizlar? Ajaba, sizlarda bor bo'lgan barliq iltifotlar Xudo tarafidan berilmaganmi? Undaqda sizlar nemishqa bu iltifotlarga xuddi o'zinglarga tayinib erishgandek vaqtinsizlar? Sizlar hozir biz muhtoj bo'lgan hamma iltifotlarga ega bo'ldik. E'tiqod jihatdagi barliq qobiliyatlarga erishdik deb o'ylaydi ekansizlar-da. Sizlar o'zinglarcha ko'ranglab, bizni ko'zga ilmoy, o'zinglarla podshodek bo'lyapsizlar-da. Men haqiqatanmi sizlarning Xudoning podsholigida hukm surishinglarni umid qilaman. Chunki rostli shundoq bo'lgan bo'lsanglar, bizmi sizlar bilan birga hukm surgan bo'latdik. Lekin meningcha Xudo biz elchilarni eng tuvan o'ringa qo'ydi. Chunki biz xuddi o'limga hukm qilinib, sazoyi qilingan mahbuslardek butkul koinot, ya'ni farishtalar va insonlar oldida tomoshaga qoldik. Biz Ayso Masihga mansub bo'lganligimiz uchun ko'pchilik tarafidan nodonlar deb qaraldik. Lekin sizlar bo'lsanglar, Ayso Masihga mansub bo'lganliginglar uchun o'zinglarni aqlliq deb qarayatsizlar. Biz ojiz deb qaraldik. Lekin sizlar bo'lsanglar, o'zinglarni e'tiqodimiz kuchlik deb hisoblayapsizlar. Sizlar hurmatga sazovor bo'ldinglar. Lekin biz bo'lsak kamsitildik. Biz ta hozirgacha pat-patla och yalang'och, urib so'qilish, sarson sargandonlikda yuriyapmiz. Ikki biligimizga tayinib, ishlab, jon beqiyapmiz. Bizga til ahonat qilganlarga baxt tilayapmiz. Ziyonkashlikka uchrasak, bardoshlik beryapmiz. Tuhmat qilinsak, mehribonlarcha javob qaytaryapmiz. Biz ta hozirgacha dunyoning axliti, insonlarning supurindisi deb qaralyapmiz.
bu so'zlarni eshitishga maqsadim sizlarni xijil qilish emas, balki sizlarni so'yimlik farzandlarim deb qarab, sizlarga ta'lim berishdir. Eyso Masihga bağlangan yeni hayatınlarda sizlarga ta'lim berguvchilar ko'p bo'lsa-mu, lekin otanglar faqat men birla. Chunki sizlar men yetkizgan xush xabarni qabul qilganda, men sening e'tiqod jihatdagi otanglar bo'ldim. Shuning uchun sizlarning meni ulgu qilishinglarni o'tinaman. E'tiqod yo'lida o'z o'g'limdek qadrlik va ishonchli bo'lgan Timotini mushundaq qilishinglarga yordam bersin deb yeninglarga avatman. U sizlarga mening Eyso Masihga mansub bo'lgan yangi hayotimni qandoq o'tkazganligimni eslatdi. Bu dal mening har qaysi joylardagi jamoatchilikka o'yatganlarim bilan birdek. Oranglarda ba'zilar meni yenimizga kelmaydi deb o'ylab takabburlik qilyapti. Lekin Xudo buyursa, yaqinda cho'qim yeninglarga boraman. U chaqda bu haqavurlarning nemini so'zlaydiganligini emas, balki ularda muqaddas ruhning kuch-qudratining zodi bor yoki yo'qligini ko'rib boqaman. Chunki Xudoning podshohligi söz orqali emas, balki muqaddas ruhning kuch-qudrati orqali ayon bo'ladi. Sizlarga tayoq elib boraymi? Yoki mehr muhabbat va muloyimlikmi? Qaysisini xohlaysizlar?